Biroz vaqtingizni ajrating va videoga bitta like bosib qo'yib, yaxshi niyat ila mana shu xonadonimizni videosini oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Video davomida mana shu xonadonimiz haqida barcha ma'lumotlarni berib boramiz. Umumiy hisobda 1,5 sotix yer maydoniga eng yuqori sifatda remontlar amalga oshirilgan navbatdagi xonadonimiz sotuvga chiqarilayotganini xabarini beramiz sizga. Mana shu xonadonimizda umumiy hisobda 95 kvadrat metr yashash maydoniga ega. 4 ta xona, oshxona, hol, podval va 2 ta sanuzelli mana shu xonadonimiz bugun $98,000 ga startli narx so'raldi. Yana kelib narxini savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Xonadon kadastr hujjatlari ham tayyor holatda. Bu joyimizda umumiy hisobda 12 ta hovli qurilgan va 1,5 sotixdan 1,9 sotixgacha yer maydoniga ega bo'lgan hovlilarimiz mavjud. $98,000 dan $128,000 gacha xonadonlarni o'zingizni did ixtiyoringizga ko'ra ma'qul kelganini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Egalari tarafidan yana bir qo'shimcha ma'lumot yetkazishimizni iltimos qilishdi. Mabodo qo'lingizdagi $10-15,000 yetmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bemalol 2-3 oyga rastrochka qilib berishimiz ham mumkin dedilar. Bemalol egalariga aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, narxini savdolashib, albatta kelib ko'ring. Bemalol narxini savdolashingiz mumkin.